Bismillahirrahmanirrahim. Muhtaram azizlar, Kattabuloq ahillari, Islomobod ahillari, inshaalloh Xudoy taoloni bir bizlarga bo'lgan ne'matini evazdan, mana mustaqilligimizga sharofatidan, mo'min musulmon birodarlarimizga shart-sharoitlarda chiroyli qilyapti. Mana shu mustaqilligimizni evazdan mo'min musulmonlarga nimaiki imkoniyatlar bo'ladigan bo'lsa, qilinyapti. Xuddi shuningdek, bizlarni mana bu masjidimiz birozgina torliq qilib qolganligini munosabati bilan mana bu joyga, mana bu kenglik maydonimizga katta bir chiroyli qilib, zamonaviy qilib, xalqimizga bir qulayliklar yaratgan holatda bir masjid qurishlik uchun taraddud qildik. Mana hamma qog'oz ishlari, dokument ishlari bitdi. Qurilish ishlariga endi avvalidan ishlarimiz ham boshlanyapti. Mansurbek degan ukamiz o'zlarining texnikalari bilan mana ishlarni avvaldan men domla fisabillah mana shu ishlarni texnikalari xizmatini qiladi deb ajratib berdilar. Alloh bu kishidan ham rozi bo'lsin. Qolaversa boshqa birodarlarimiz, mana Husniddin akam, yana qancha birodarlarimiz o'zlarining texnikalari bilan, hunarlari bilan mana shu joylarimizda buzishlar, mana shu chiroyli qilishlari bilan, poligon maydonimizni ochishlari bilan ancha-inda xizmat qilyaptilar. Men endi mo'min mana shu yurtdoshlarimiz, mo'min musulmon birodarlarimizni mana shu joyga o'zlarini hashar uslubda yordamlarini, kuchlari bilan, mablag'lari bilan, texnika, hunar, bilimlari bilan hissalarni qo'shib qolishini bir chaqirig'ini qilmoqchiman. Azizlar, Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytgan ekanlar, Alloh rozichiligi uchun Allohning baytidan bir baytni, qushni inichalik baytni qursa, Alloh subhanahu va taolo jannatda u insonga qasr bino qilinadi degan ekan. Mana 1115 yildan ziyod bo'libdi mana bu inshootimizga. To'rabolarimiz bizlarga qurib berib ketdi. Shunchadan buyon bizlar musulmonlar foydalanyapti. U birodarlarimizga ham Alloh subhanahu va taoloning mukofotlari, savoblari yetyapti. Mana 3 avlod o'tib, inshaalloh bizlarning davrimizga kelib, shu joyga qurilish barpo qilinishlik bizlarga Xudo nasib qilib turibdi. Mana shu Xudoning baytiga hammalarimiz o'zlarimizning hissalarimizni qo'shib qolishlikni, kuchlaringiz bilan, bilimlaringiz bilan, o'zlaringizning qo'llaringizdan nima keladigan bo'lsa, shu joyga o'zlaringizning hissalaringizni qo'shinglar va shu bilan bir qatorda o'zlaringizga jannatdagi qasrlarni barpo qilib qolinglar deb sizlarni mana shu xayriya, xayrli hashar ishlariga jalb qilib chaqirmoqchiman. Allohim mana shu joyga hissa qo'shayotgan mana texnikalari bilan, o'zlarining bilimlari bilan qanaqa xizmat qilayotgan bo'lsa, Xudo o'zi qabul qilsin va ajrlarni jannat bilan mukofotlab, Alloh o'zi hammasidan rozi bo'lsin.